Assalomu alaykum aziz do'stlar. Xo'p, sizlar bilan biz nemis tilida grammatik mavzularda o'rganishda davom etamiz. Bugun sizlar bilan o'tgan zamonni ko'rib chiqamiz. Xo'p, o'tgan zamon nemis tilida ikki xil bo'ladi. Birinchisi preteritum, ikkinchisi perfect. Birinchi bo'lib hozir perfect ko'rib chiqamiz. Xo'p, perfect nima? Perfect bu og'zaki o'tgan zamon. Og'zaki o'tgan zamon. Ya'ni men bordim, keldim, tugatdim, shunaqa gaplarni nemis tilida shu formula orqali, ya'ni shu grammatik struktura orqali ifodalaymiz. Endi birma-bir sizlar bilan ko'rib chiqamiz buni. Zo'r. Bu yerda birinchi bo'lib biz formulasini berganmiz, ya'ni subyekt, ega, haben sein, obyekt и partizip 2, ya'ni obyekt bu to'ldiruvchi bo'ladi bu yerda. Demak, masalan, misol uchun aytyapmanki, ich habe ein Auto gekauft. Ich habe ein Auto gekauft. Ya? Bu yerda ich egani o'rnida habe bu birinchi haben qo'yapmiz. Masalan, haben yoki sein qo'yiladi. Ikkinchi o'ringa bular qaranglar, bitta narsaga e'tibor beringlar. Bularda ma'nosi yo'q. O'zi sizlar bilan ko'rdik, haben bu ega bo'lmoq, sein bo'lsa bu bo'lmoq fe'li bo'ldi. Lekin bu yerda bular prosta yordamchi fe'l bo'lib keladi. Yordamchi fe'l bo'lib keldi degani, bularda prosta o'sha o'tgan zamonda ifodalab beradi xolos. Ya'ni bularni tarjima qilmaymiz gap. Shu perfektda gapirayotganimizda. Bularda ma'naviy og'irligi yo'q. Shuni e'tiborga olinglar. Xo'p, keyingisida ist gestern nach Deutschland geflogen. Misol uchun, u kecha Germaniyaga uchib ketdi. Demak, bu yerda sein qo'yapmiz. Endi sizlar bilan shuni bir chekkadan ko'rib chiqamiz. Nimaga haben, nimaga sein qo'yishimizni birinchi bo'lib shuni ko'rib chiqamiz. Okay. Birinchi seinni qo'yapmiz. Seinni biz eslab qolinglar, ikkita holatda ishlatamiz, xolos. Ikkita holatda. Ya'ni bu birinchisi Ortwechsel. Ortwechsel degani bu biron bir fe'l A tochkadan B tochkaga o'tkazishni anglatadi. Masalan, A tochka bo'lyapti, B tochkaga o'tish kerak. Masalan, gehen ketmoq bo'ladi yokida kommen kelmoq bo'ladi. Shunaqa fe'llar borki, haligi bu yerda joy o'zgartiruvchi, masalan, besuchen degan fe'l bor. Besuchen bu borib kelmoq, biroq qatnamoq, bu yerda joy o'zgarmaydi, ya'ni bordi, keldi bo'ladi. Yoki reisen, prosta sayohat qilib kelmoq bo'ladi. Bu yerda shuni ko'pincha adashtirib qo'yishadi. Bu yerda ular Ortwechselga kirmaydi. Ya'ni bu uchun fe'l A tochkadan B tochkaga o'tish kerak. Xo'p, demak, masalan, misol aytyapmiz bunda, ich bin gestern zur Schule gegangen. Ich bin gestern zur Schule gegangen. Nimaga bin qo'yapmiz? Chunki bu gegangen, ya'ni buni asnovasi gehen, ya'ni gehen bormoq bo'ladi. Kecha men maktabga bordim, da. Shuning uchun biz nima? Sein qo'yapmiz. Xo'p, ikkinchisi bu Zustandsveränderung deb aytyapmiz. Zustandsveränderung bu holat o'zgarishi, fiziologik holat yoki biron bir boshqa, masalan, biron bir narsani ko'tarishi, tushishi, kasal bo'lish, sog'ayish, shunga o'xshagan fiziologik holat o'zgarishi kerak. Masalan, uyqudagi odam uyg'onishi yoki uyg'oq odam uyquga ketishi. Shu holatlar, ya'ni bir holatdan ikkinchi holatga o'tganda ham biz sein ishlatamiz. Ya'ni o'sha yordamchi fe'l sifatida sein ishlatishimiz kerak. Bu yerda aytyapmizki, masalan, ist heute um 7 Uhr aufgestanden. Ya'ni u bugun soat 7da turdi. U bugun soat 7da turdi. Ya'ni u uxlayotdi, turdi. Masalan, schlafenni o'ziga sein ishlatmaymiz. Schlafen bu uxlamoq bo'ladi. Uxlayotgan holatda holat o'zgarmaydi, faqat uxlaydi. Shuning uchun biz unga nima ishlatmaymiz? Ya'ni sein ishlatmaymiz unda. Ich habe geschlafen bo'ladi. Men uxladim. Lekin uyquga ketdim yoki uyqudan uyg'ondim bo'lsa, ya'ni holatdan o'zgarayotgan bo'lsa, sein qo'yamiz. Shuni bilib olinglar. Okay, endi bu ikkita holatni ko'rdik. Ya'ni sein qo'yamiz biz agar masofa o'zgarsa, ya'ni A tochka B tochka o'zgarsa, ikkinchisi holat o'zgarsa. Qolgan hamma holat shu ikkita holatdan shu ikkalasiga sein qo'yamiz, qolgan hamma holatga haben qo'yamiz. Qolgan hammasiga haben qo'yamiz. Misol uchun bu yerda aytyapmiz alle andere Verben, hamma boshqa fe'llar. Masalan, ich habe Deutsch gelernt. Hat ein Auto gekauft. Masalan, ich habe die Hausaufgaben gemacht. Hammasiga haben ishlatamiz. Masofa o'zgarmayaptimi? Holat o'zgarmayaptimi? Demak, haben bo'ladi. Demak, sizlar bilan biz haben yoki sein qo'yishni bilib oldik degan umiddaman. Okay. Endi bu bizda ikkinchi qismi bor edi. Bu yerda bu qismi, ya'ni bu partizip 2. Ya'ni bu yerda yozuvdik partizip 2.
partitip 2 qanday hosil bo'lishi, o'zi nimaligini hozir ko'ramiz. Demak, partitip 2 nima? Bu fe'lni nimasi? Turi desak bo'ladi. Masalan, aytaylik, infinitiv holati desak, infinitiv holati bor, partitip 2 holati bor. Xo'p, masalan, lernen bu infinitiv holati bo'ladi verbda. Nima bo'lsa, gelernt bo'lsa, bu partitip 2 holati bo'ladi. Demak, partitip 2 ni tushunib oldik, bu verb holati ekan. Endi partitip 2 ni qanday hosil qilamiz? Demak, birinchisi bu regelmäßige verbni ko'ramiz, ya'ni to'g'ri fe'llarda qanday partitip 2 hosil bo'ladi. Bu yerda formani ko'ryapmiz, g plus t. Ya'ni liboy fe'lni olamiz, liboy to'g'ri fe'lni olamiz va g va t qo'shamiz, shunda partitip 2 hosil bo'ladi. Masalan, lernen to'g'ri fe'l, gelernt desak, bu nima? Partitip 2 holati bo'ladi. Masalan, machen, buni infinitiv holati machen, partitip 2 holati gemacht. Buniki kaufen, nima bo'lyapti? Gekauft bo'lyapti. Xo'p, demak buni tushundik. Ya'ni gewohnt, ya, shunga o'xshagan hamma to'g'ri fe'llarniki g plus t qo'shib qo'ysak bo'ldi oxiriga. Ikkinchi verblarimiz bilamiz bizda un regelmäßige verben, ya'ni noto'g'ri fe'llar qanday hosil bo'ladi? Ular quyidagicha. Ya'ni bu yerda umumiy formulasi g plus n, lekin mana verb shtam degan bu asosi, fe'lning asosi degani, bu o'zgarib qolishi mumkin. Xuddi nimadagi ingliz tilidagi irregular verbsga o'xshab. Ya'ni buni biz yodlashimiz kerak. Lekin mana bu asnovasi bir xil bo'ladi, g plus n. Xo'p, masalan, aytaylik, lesen. Lesendagi gelesen bo'ladi. Bu yerda mana asnovasi o'zgarmaydi. Ba'zilarida o'zgarmaydi. Masalan, zeyndagi ham gezeyn bo'ladi, o'zgarmaydi. Lekin masalan, trinken fe'li bor. Masalan, trinken degani ichmoq, getrunken bo'lyapti. Ya'ni trinken, getrinken bo'lmayapti-da, getrunken bo'lyapti. Bunda nima? O'sha asosi, fe'lning asosi o'zgaryapti. Masalan, gein bo'lsa, gegangen bo'ladi. Ya'ni buni demak bu holatini yodlashimiz kerak, lekin g bilan n olishi bu aniq narsa. Xo'p, keyingisi bu endi bizda verblarda turi bor, trenbar bor. Trenbar, untrenbar, ya'ni bo'linadigan va bo'linmaydigan verblar bor. Bo'linadiganlarda qanday hosil bo'ladi? Bo'linadiganlarda biz o'zi pristavkali masalan fe'llar bor edi. Masalan, pristavka einkaufen, tam aufstehen, anrufen, shunga o'xshagan. Bunda nima qilamiz? Biz pristavkasini oldiga olib turib, shu orasiga biz o'sha formulasini, hozirgi ko'rgan formulalarimizni qo'yib qo'yamiz. Masalan, to'g'ri fe'llar bu, agar buni o'ziga to'g'ri fe'l bo'ladigan bo'lsa, masalan, quyidagicha bo'ladi. Eingekauft. Ya'ni bu yerda pristavka oldiga o'tib qoladi, xolos. Kaufen edi o'zi nimasi, asnovasi pristavka oldiga o'tib qoladi-da, eingekauft bo'ladi. Masalan, bu yerda to'g'ri fe'lniki. Noto'g'ri fe'lniki qanday bo'ladi? Masalan, aufstehen, ya, aufstehen nima bo'ladi bu? Ya'ni auf oldiga chiqib qoladi, aufgestanden. Shu, ya'ni bo'linadigan fe'llarda prosta pristavkasi oldiga chiqib qoladi. Xo'p, okey. Endi bizda g olmaydigan holatlar bor. Masalan, bizda hozir to'g'ri fe'llarda, noto'g'ri fe'llarda, trenbarda g olyapti. G olmaydigan holatlar bor. G olmaydigan holatlar birinchi bo'lib turib untrenbar verbini bo'ladi. Untrenbar verbini esinglarda, ya'ni qaysi nimalar pristavkali fe'llar untrenbar bo'ladi, ya'ni bo'linlarda. Qaysi edi? G, B, R, ent, empf, fer, cer va mis. Shular bo'linmaydi. Shunaqa fe'llar kelganda biz g qo'shimchasini qo'shmaymiz. Ya'ni qanday bo'ladi? Masalan, fer bor, masalan, verkauft bo'ladi. Masalan, verkaufen bu sotib olmoq, ya'ni biror bir narsani sotmoq bo'ladi. Masalan, ich habe mein Handy verkauft. Ya'ni biz o'sha g qo'shmaymiz-da, oxiriga t qo'shib qo'ysak bo'ldi. Endi ba'zilari bor, bu yerda nima bo'lmaydi? Masalan, bekommen b bilan boshlanyapti, esinglarda. Bunda prosta bekommen, ya'ni buni ham endi yodlab ko'rib qo'yishimiz kerak. Hammasi ham bir xil bo'la olmaydi. Ba'zida shunaqa исключениялар chiqib turadi. Masalan, gestern habe ich masalan ein Geschenk bekommen. Kecha men bir sovg'a oldim. Ya'ni bekommen bo'lmaydi, bu yerda bekommen bo'ladi. Shuni e'tiborga olib qo'yasizlar. Va so'nggi va oxirgi narsa, bu yerda bizda irinlik fe'llar, bular ham nima g qo'shimcha olmaydi.
Ya'ni telefonieren, kommunitsieren, probieren, irenli fe'llar hammasi nima bo'ladi? Xuddi yuqoridagi holatga o'xshab turib, t qo'shimcha olib bo'ladi. Masalan, ich habe masalan in dieser Hochschule studiert. Men shu nimada universitetda o'qiganman. Ya, ich habe das schon mal probiert. Men buni allaqachon qilib ko'rganman degan ma'no bo'ladi. Demak, do'stlar, xulosa qiladigan bo'lsak, bu perfect bu og'zaki shaklda, ya'ni oddiy nimada ishlatamiz, gapirayotgan holatda ishlatamiz. Keyin bu yerda haben sein plus partizip 2 formulasini ishlatamiz. Habenni seinni biz aytdik ikkita holatda, agar joy o'zgarsa va fiziologik holat o'zgarsa, nima bo'lsa, partizip 2 bo'lsa, quyidagi, ya'ni bizda to'g'ri fe'llar основной formulasi g plus t, g plus n, keyin o'sha nima olmaydigan holatlari ham bor. Ya'ni g olmaydigan holatlari bor. Ikkita bu nima? Unterenbar verben va irenli fe'llar. Umid qilaman, tushunarli bo'ldi. Agar mabodo tushunmagan joyiz bo'lsa yoki-da anglashilmovchilik bo'lgan bo'lsa, nimada kommentariyada yozib qo'ying. Biz xudo xolisa javob berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha.